Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizlarga rahmat. Men hozir Yakasara mahallasida qabulda edim-da. Bizda 18-dom oldida reklamniy firma. 1 yildan oshiq davomida o'sha o'zini inventar mebel, eski mebellarni ko'chaga olib chiqib qo'yib, xlam qilib qo'ygan, musor qilib. Buni 1 yildan beri aytayotgan ekan. Buni uchastkoviy borib jarima qilsin. Mana 18-dom, 1-podyezd. Navro'z to'yxonasining oldida. 18-dom, 1-podyezd. Bo'ldi, yozib oling. 90 yozib ola olasizmi? 93lik 594 22 47. O'sha reklamni firmani birinchi jarima qilish kerak. 1 yildan beri nima u? Keyin Mahmud aka olib chiqib tashlaydi uni hamma narsasini. Rahmat ko'p. Assalomu alaykum. Salom. Siz salom, yaxshimi? Yaxshimisiz? Ayyomlarni bor edi. Rahmat o'zingizga ham. Kelayotganim mahallaga ming rahmat. Avvalambor men Axunjonova Dilafruz. Yakkasaro 2/52. Salima opam hozir telefon qilib aytganlarga bugun kelishingizni o'sha hozir sekin chiqdim. Rahmat, mahallam boshida anaqa futbol plashadkada ozgina musor ko'payib ketuvdi, shox-shabali. O'shalar bugun olishdi. O'shanga ming rahmat deb o'sha aytib ketay sizga deb. Rahmat. Quvvatladim. Alloh rozi bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, taningiz uzoq bo'lsin. Muammo yo'qmi? Muammo yo'q. Rahmat, baraka toping. Alloh rozi bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, taningiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Все, значит, ставим с той стороны, со стороны школы тумбу. Gultveyni o'tgan safar surib o'tdi mashina. Surib tashladi. O'sha yerga o'rtaga bitta tumba qo'yaylik со стороны школы и банка, чтобы только пешеход мог ходить. Odamlar probka bo'lyapti. Faqat ko'cha, chiqqaningizda ko'proq probka. Odam o'sha yerdan yo'l shatursiz, 45 o'tib o'rganyapti. Да, o'sha o'tgan shaturstaveli yopiq paytda shunaqa qilishdi. O'shaning uchun со стороны школы поставим тумбу, где банк, вот этот в тротуар, чтобы машины не проезжали. А с этой стороны Вахаб Хамидович на место выйдет, посмотрим. Хорошо? Все, большое спасибо, это удержать не буду. Спасибо большое. Пообщаться с вами. Demak, bundoq qilamiz. Bu mana shu daraxtni sizga aytaman, ekologiya bilan joyiga chiqib ko'rasizlar-da. Agar uni spasat qilishi iloji bo'ladigan daraxt bo'lsa, demak spasat qilamiz-da, yana haligi devorga tegib xalaq berayotgan joyini formovka qilib berasiz. Shu kaltalab bersa, mayli, uyga tushib ketmasin deyman. Oynalar sinib birinchi ko'ringlar, o'sha haqiqatda agar avariyniy turgan bo'lsa, ekologiya xulosa qilsin. Agar avariyniy bo'lmasdan spasat qiladigan bo'lsa, shoxini yengillatib beraylik. Kaltalab. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Rahmat sizga. Rahmat. Jikimiz yaxshi ishlayapti. Hovlilarimiz toza, Xudoga shukr.